Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka va la yadurruk. Allohni qo'yib sizlarga na foyda va na ziyon keltira olmaydigan boshqa kishilarga, boshqalarga duo qilmanglar deb Alloh taolo marhamat qiladi Yunus surasida. Bugungi suhbatimizning mavzusi duo. Duo nima? Duo bu ibodat. Duo bu suyanishlik. Duo bu so'rov. Duo nido. Duo so'z. Duo bu hamd sano maqtov. Duo avvalambor ibodat deb aytdik. Kishi duo qilishlik bilan o'zini duo qilinayotgan, so'ralayotgan tomonga faqirligini, muhtojligini, xorligini tan olishligi. Kishi Robbisiga duo qilar ekan, o'zini Allohning beradigan yaxshiliklariga muhtojligini, o'zini zaifligini va mana shu muhtoj bo'lib turgan narsasiga faqat Alloh subhanahu va taologina qodir ekanligini tan olishligi hamda duo bu iymonning cho'qqisi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyat karimada Allohni qo'yib sizlarga foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan kimsalarga duo qilmanglar dedi. Demak, ibodat faqat Allohga bo'lar ekan, duo ana shu ibodatning bir ko'rinishi bo'lganligi uchun Allohdan boshqaga duo qilayotganlar, Allohdan boshqaga sig'inayotganlar qatorida bo'ladi. Nauzubillah. Duo bu bandani suyanishligi. Alloh taolo shunday bir marhamat qiladi: "Vad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sodiqin." Mushriklarga Muhammad alayhisalom Qur'on oyatlarini o'qib berib, bu Allohning kalomi ekanligini aytganda, ular bu Muhammad o'zi yozib olgan yoki falon joydagi bir Rahman ismli bir kishi unga o'rgatyapti deyshar edi. Alloh taolo ularga xitob qilib, agar sizlar biz bandamizga tushirgan narsadan, Qur'ondan shak shubhada bo'lsangizlar, u holda shunga o'xshagan birgina sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring agar rostgo'y bo'lsangiz. Alloh taolo mushriklarga agar qo'lingizdan keladigan bo'lsa shunday yozishlik, yordamga Allohdan boshqa insu jinni hammasini yig'ing dedi. Duo yordam so'rashlik. Duo bu savol dedik. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum dedi Alloh marhamat qilib. Parvardigorimiz duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. So'rashlik Alloh taologa bo'ladi. Suyanishlik Alloh taologa bo'ladi. Qo'rqishlik Alloh taolodan bo'ladi. Inobat faqat Allohga nisbatan bo'ladi. Jannatiylar jannatga kirar ekan, bir-birlariga da'vahum fiha subhanaka Allohumma va tahiyyatuhum fiha salam. Alloh azza va jallaga biror narsani so'ramoqchi bo'ladigan bo'lsa jannatiylar subhanaka Allohumma der ekan. Bu duo bo'ladi va Parvardigorga so'zlashlik bo'ladi. Ulamolar aytadi, Alloh menga so'zlasin desa bir kishi Qur'on o'qisin. Chunki Qur'on Alloh taoloning kalomi bandalarga yuborgan, Qur'onda eshitar ekan, Alloh unga so'zlaganligini topadi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa, namoz o'qisin va orqasidan duo qilsin deydi. Qo'lingizni ochib Allohga duo qilib turgan paytingizda Alloh bilan gaplashayotgan bo'lasiz. Alloh taolo bilan gaplashlikda mana duo dedik. Mana duolarda eng bir ulug'laridan Ibrohim alayhisalomning sunnatlaridan qolgan bir sunnatki munojot degan ibodatni aytib o'tganmiz. Kishi Robbisi bilan xuddi Robbisini ko'rib turganda qanday gaplashishligi mumkin? Xuddi shunday gaplashishligi munojot deyiladi. Agar inson mana shu ibodatni huzur halovatini topadigan bo'lsa, ko'proq yolg'iz qolishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Duoni albatta hammamiz qilamiz va har bittamiz duolarimizni ijobat bo'lishligini xohlaymiz. Hech kim noumid bo'lishni xohlamaydi. Mustajob bo'ladigan duo egalari kimlar? Qaysi kishilarda duolarini Alloh taolo ijobat qiladi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga quloq soladigan bo'lsak, ulardan shunday bir xulosa chiqarsak bo'ladi. Birinchidan, mustor odamning duosi ijobat bo'ladi. Qiyinchilikka tushgan, mashaqqatga tushgan, Allohni o'zigagina yig'layotgan kishi o'rtaga hech kimni qo'ymas ekan, Allohdan boshqa hech kimdan umid qilmasdan duo qilar ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, mazlum odamning duosi ijobat bo'ladi. Agar u kofir bo'lsa ham. Bir kishi ikkinchi kishi zulm qilar ekan, zulm ko'rgan kishi shu odamning haqqiga duo ibodat qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, agarchi bu odam kofir bo'lsa ham, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Odil imomning duosi ijobat bo'ladi. Solih kishining duosi ijobat bo'ladi.
ota-onasiga yaxshilik qiluvchi bo'lgan farzandni ham duosi ijobat bo'ladi. Ro'zadorning duosi ijobat bo'ladi. Musulmonni boshqa bir musulmon birodariga g'aybdan, zohiril g'oyibdan qilgan duosi ijobat bo'ladi. Va modomiki musulmon gunoh, ma'siyatga yoki qotil rohimga duo qilmas ekan, u musulmonning ham duosi ijobat bo'ladi. Gunohlardan tavba qilmoqchi bo'lgan odamning duosi ijobat bo'ladi. Hamda musofirning duosi ijobat bo'ladi. Mana quyida 11 ta duosi ijobat bo'ladigan odamlarni ro'yxati aytilindi. Endi quyida hadislarga quloq solamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Duosi ijobat bo'ladigan odamlarni sanab o'tdik. Endi duo qilishlikdagi ba'zi bir shartlar bor. Mana shu shartlar bizda bormi? Mana hammamiz duo qilamiz. Ijobat bo'lishligini xohlasak, ijobat bo'lishlikda shartlarini qoyim qilishimiz kerak. Hammamizga kerak narsa bu. Chunki duo ibodatmi? Ibodatni qabul bo'lishini xohlaymizmi? Tahoratimiz bo'lmasa, o'qigan namozimiz qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, kun hali botmasdan turib, og'zini ochib olgan kishining ro'zasi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz duo qilsak-ku, duoni ijobat bo'lishlik shartlarini bajarmagan bo'lsak, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Birinchidan, duo qilayotgan odam qalbida faqat ixlos bilan duo qilishligi kerak. Alloh taoloning o'zigagina duo qilishligi kerak. Chunki agar bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, ey Muhammad alayhisalom, ayting, men ularga yaqinman. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar, deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruhi qo'llasin. Davud pirim qo'llasin. Bilamiz shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan paydo bo'lib qolgan biz o'rtamizda. Duo faqat Allohga qilinadi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa-dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Balki bu bil aks shirkka olib boradi. Ikkinchidan, duoda ijobat bo'lishining sharti shu duo qilayotgan kishi Allohning buyruqlarini bajarayotgan va gunoh ma'siyatdan tiyilayotgan bo'lish kerak. Bir duo qilib qo'yaman haqqingizga deyotgan kishini bir qator qarab qo'yaylik kimligini. Albatta yaxshi duo qilgan, lekin duosi ijobat bo'ladigan odamlarda bitta sifat shukanki, amri ma'ruf nahi munkarda Allohning buyruqlarini qiladi, gunohlardan tiyiladi. Chunki gunohni qilmasdan qilib yurgan odamni, harom yeyotgan kishining duosi ijobat bo'lmasligi haqida mana hadislar bor. Uchinchidan, kishi duosi ijobat bo'lishligi uchun yegani, kiygani, ichgani halol narsadan bo'lishligi lozim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ana hozir sharhini o'qiymiz. Musofirning duosi ijobat degan, lekin safar uzoqligidan yegani harom, ichgani harom, kiygani harom bo'lib ketdi. Duosi qanday ijobat bo'lsin buni deydi. Duosi ijobat bo'ladigan musofir agar luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, kiygan kiyimi, ichgan sharobi harom bo'ladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. To'rtinchidan, bir duoni qilib ijobat bo'lishligidan oldin inson tomonidan savobli amal qilishligi kerak. Ota-onaga bir xizmat qilindi, orqasidan duo qilindi. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Kambag'al bechorani boshini siladik, yetimga muruvvat qildik, savobli ish bo'ldi. Ya'ni uyingizga bir odam kelib bir xizmatingizni qilib turib, pulini ber desa albatta berasiz. Endi aksincha kelib turib bir narsani buzib qo'yib turib pul bersa nima deysiz? To'ylarda Alloh saqlasin, bir johil to'ylarda oldinglarga qo'yilgan qadahlarda olinglar, kelin kuyovga baxt tilaylik deydi. Tilashlik nima? Bu duo edi bu. Duo kimga qilinardi? Allohga qilinardi. Allohni g'azablantiradigan, ma'siyatga to'lgan majlisda bu 2 yoshda baxt tilanyapti. Duo qilishlikdan burun birodarlar 5 so'm sadaqamidi. Ota-onamizni bir xizmatimidi. Savobli ish qilib turib orqasidan duo qilsak, ijobat bo'lishi shartlaridan bittasi shu bo'ladi. 5-inchisi inson pokiza bo'lishi kerak, tahoratli bo'lishi kerak. Duoning odoblaridan. Mana keyingi bandga o'tamiz. Duoni ijobat bo'ladigan bir vaqtlari bor. Muborak vaqtlar. Bu Arafa kunida duo qilishlik, Ramazonda duo qilishlik, Juma kunida duo qilishlik, sahar vaqtida duo qilishlik. Va bil asharihum yastaghfirun. Allohning solih bandalari saharlarda Allohga istig'for aytib duo qilishadi. Duoni odoblaridan bittasi shuki, insonni ba'zi bir holatlari ham duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Sajda qilib turgan holatda. Aqrabu ma yakunu abdu min robbihi va huwa sajid dedi Rasululloh. Bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati peshonasi yerga tegib sajda qilib turgan holati.
Subhan robbiyal a'loni aytib bo'ldingizmi? So'rang siqqanicha. So'rang, malollangunizcha so'rang. Payg'ambarimiz aytadi, sizlar so'rab malollanib ketasizlar, lekin Parvardigoringlar eshitib malollanmaydi deydi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'ysa yaxshi ko'rmaydi bizni. So'rang. Agar hojatingizni hammasini Allohning o'ziga aytib olsangiz, bandasiga aytadigan so'zingiz qolmaydi. Shunday emasmi? Dardingizni, shikoyatingizni to'kdingiz Allohga. Yuragingiz bo'shadi. Bandasiga nimangiz qoladi? Shirin gapingiz qoladi, shirin muomalangiz qoladi. Hadab kelib ming'ilab shikoyat qila olmaysiz. Duoni ijobat bo'lishi odoblaridan bu qiblaga qarab qo'lni ko'tarib turishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Arafotda shomgacha qo'lini ko'tarib osmonga duo qilib turganligini rivoyat qiladi sahobalar. Badr g'azotida Allohdan nusrat so'rab payg'ambarimiz shunday qo'lini osmonga ko'tardiki, yelkasiga tashlab olgan ridolari tushib ketdi. Qo'lni ko'tarib osmonga ko'kka cho'zib Allohdan so'rashlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Yana odoblaridan kishi duoni oshkor ham, maxfiy ham aytmasligi. Mana shu ikkitasini o'rtasida pichirab duo qilib so'rashligi. Chunki Alloh taolo o'zi aytadi: "Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Alloh taolodan qo'rqgan holda, Alloh taolodan umid qilgan holda, ya'ni maxfiy holatda. Bir yo'li ichingizda ham emas, bir yo'li oshkora ham emas. Pichirab so'rang. Mana shu duoni odoblaridan. Yana odoblaridan kishi duo qilayotganda oshiqcha takallufga berilmasligi. Ya'ni so'zlarni terib, qofiyali qilishlikka harakat qilib, bir chiroyli qilib, rang-barang qilib duo qilishlik emas, boricha tilingizga nima keldi? Nima keldi? Ba'zi bir odamlarda qofiyalik, davomli qilib duo qila olmaysiz, lekin bori kelyaptimi? Allohga shu narsa yoqadi. Oshiqcha takalluf 10 yil kitob o'qisangiz ham o'shaqa duo qila olmaysiz. Lekin kerak emas unaqa duo qilishlik. Borini so'rang Allohdan. Parvardigoringiz ichingizdagi narsani bilib turadi. Musa alayhisalom Allohga duo qilar ekan, Parvardigoro, men seni beradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Alloh akbar, bo'ldi. Alloh beraverdi. Atini aytmadi. Duoni odoblaridan kishi ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilishlik lozim bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: Allohga duoinglar ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilinglar. Zero Alloh qalbi g'ofil kishining duosini ijobat qilmaydi. O'zimizni bir qator savolga tutib ko'raylik-da. Qo'limizni ochganda shu qoraka duoni cho'zib yubordi demasdan, qalbimiz shu yerda tirik turib so'rayapmizmi yoki esnab turib duo qilyapmizmi? Duolarimiz ijobat bo'lmasligi yoki kechishliging sabablaridan bittasi qalb tirik emas. Ijobat qilishiga aniq so'rashlik kerak. Ro'paringizda ikkita odam turibdi, bittasini qo'lida hech narsasi yo'q, so'rasangiz bera olmaydi, ikkinchisida bor, berishi mumkin. Ikkalasidan so'rashingiz bir xil bo'ladimi? Nomiga bundan so'rab qo'yasiz. Lekin ikkinchi odamda berishligiga umid qilganingiz uchun, ya'ni dardingizni ko'paytiribroq, kuchaytiribroq, ishontiribroq gapirishga harakat qilasiz. Allohga duo qilayotganda ijobat bo'lishigida shubha qilmasdan duo qilishlik lozim bo'ladi. Duoning odoblaridan yalinib Allohga yolvorib duo qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyati. Duo qilsa bitta kalimasini 3 martadan qaytarardi. Bir narsani so'rasa 3 martadan so'rar edi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosi ijobat bo'ladigan zot, yalinib, yolvorib 3 martadan kalimasini qaytarib, 3 martadan aytib so'rayotganda biz necha marta qaytarishimiz kerak? Duoni boshlashlikda Allohga ham Payg'ambar alayhisolamga salovat bilan davom etkazishlik va duoning oxirida payg'ambarga salovat aytishlik bilan tugatishlik duoning odoblaridan hisoblanadi.